Juda ham ko'p shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Sizlar bilan o'rtada tortishuv bo'lgan, qanaqadir janjallar bo'lgan deb o'ylash. O'zi nima bo'lgan? Nimaga shaxmat chiqarib yubordinglar? Bizlar bilan hech qanaqa tortishuv, janjal bo'lgani yo'q. Bilasizlar, bu narsani prodyuser hal qiladi va Shahlo bilan отношения prodyuser o'zlari kelishib gaplashaverishgan. Bunga bizning aloqamiz yo'q. Demak, ular bilan hali munosabatinglar yaxshi. Gaplar. Nimaga unaqa o'zgarishlar bo'lib ketdi labelingizda? Savollar shunaqami? Xullas, sen meni bilasan, Dudosh. Men o'zim odamlarni haydab yuborib, chiqarib yubormayman. Agar senga o'zgarish qiziq bo'lsa, mehnat qildim, ishladim, vaqtimni ketkizdim, pulimni ketkizdim, energiyamni ketkizdim, qo'shiqlarni yozdim, obrazlarni ustida ishladim, hamma narsa qildim. Oqlamadim. Qizlar guruhida faoliyatimni to'xtatganim rost. Bugun bывший labelim tomonidan video joylanibdi. Men qizlar guruhida ketganligim haqida. Joylangan videodan keyin meni o'zimdan ham eshitishinglar kerak deb hisobladim. To'g'risi, hamma bo'lgan voqealarni, sabablarini gapirib o'tirish niyatim yo'q. Так вот, guruhdan ketish bu meni fikrim emas edi, bu meni qarorim emas edi va bu meni initsiyativam ham emas edi. Meni o'zim bu haqida kecha bildim. Bывший labelim, ya'ni bывший prodyuserim tomonidan bu narsa menga e'lon qilindi. Chiqarib yuborilishingiz sababi nimada? Hozir menimcha hech qayerda aytmagan gaplarimni aytsam kerak bu vaziyat haqida va hamma narsaga oydinlik kiritmoqchiman. Sobiq prodyuserim tomonidan guruhdan chiqarib yuborilganman va ulardan juda ham ko'p marotaba sababini so'raganman. Nima sababdan menga nisbatan bunaqa darajada katta nafrat borligi ekanligi haqida ko'p marta savol berganman, to'g'risi. Va hech qachon o'zimga kerakli bo'lgan javobni olmaganman. Birinchi navbatda aytgan gaplari seni mashhurligingni kontrol qila olmayotganligim menga yoqmayapti. Shu sababdan o'rningga hech kim tanimaydigan, hech kim bilmaydigan no name qizni olib boshidan ko'tarmoqchiman. Chunki boshqa qizlarga nisbatan seni qilayotgan ta'siring, populyar, ya'ni mashhurliging menga komfortni ishlashga sharoit yaratib bermayapti deb gapirganlar oxirgi marta gaplashganimizda. Lekin men o'shanda ham yana bir marta shu savolni berdim. Nima sababdan menga nisbatan bunaqa darajada katta nafrat ularda uyg'ongan? Albatta bir necha sabablar keltirdilar. Masalan, kichkina sabablar. Noto'g'ri reklama olganligim 2 yil oldin yoki bo'lmasa boshqa qizlarga nisbatan ko'proq kostyumim borligi. Shu narsa ham menimcha eng katta sabablardan biri, nima uchun meni bunchalik yomon ko'rib qolganliklari. Va yana bir eng muhim sabablardan biri, labelda hamma biladi bu haqida. Endi men ham o'ylashim bo'yicha menga ham bu gap yetib kelgan albatta. Qizlar jamoasidagi bir qizga nisbatan his-tuyg'ulari bor deb degan gaplar menga yetib kelgan va albatta u qiz men emasman. Va boshqa qizlarda ham sobiq prodyuserimga nisbatan hech qanaqa his-tuyg'ular yo'q, ammo prodyuserda bor deb o'ylayman. Shu sababdan menga nisbatan juda ham ko'p adolatsizliklar qilganlar. Men mana shu 2 yil ichida har bir adolatsizlikka juda ham tarbiyali javob qaytarganman. Hech qachon san menga bormaganman. Qanchalik dilimni ranjitmasinlar, qanchalik menga qo'pol gaplar gapirmasinlar, men har doim harakat qilganman. Ishda bo'layotgan munosabatlarni ushlab qolishni va hech qachon qo'pollashmaslikka harakat qilganman va qo'pollashmaganman. Ammo ular tomonidan menga nisbatan bunaqa bo'lmagan deb ayta olmayman, chunki juda ham ko'p haqoratlar, juda ham ko'p tuhmatlar, juda ham ko'p yomon отношения, yomon munosabat sobiq prodyuserim tomonidan olganman. No, shunga qaramasdan ham har doim harakat qilganman. Qizlar uchun, guruh uchun va albatta o'zim uchun hech kim bilan urushmaslikka. Shunga qaramasdan ham meni chiqarib yuborishdi. Va hozir ko'zim tushyapti albatta kommentariyalarda o'qib qolyapman, что juda ham ko'p heyt qizlar tomoniga bo'layotganligini o'qib, alga tushgan обстоятельстволар va boshqa insonlarni neprofessional harakatlari bizani do'stligimizga dars tushirdi, qizlar guruhiga dars tushirdi. Men o'ylashim bo'yicha agar boshqa komanda bilan, prodyuserska komanda bilan продвижение bizada bo'lganida o'ylaymanki qizlar guruhi umuman boshqa уровеньda bo'lardi va mana bunaqa xunuk vaziyat yuzaga kelmagan bo'lardi deb hisoblayman. O'zida yuzing qancha yo'lama oshpaz endi